Xitoy Komünist hökuməti yıllardan buyon Şərqi Türkistanda Uyğurlarga qaratqan dini zulm və məscidlərini çəkiş siyasətini yaqında Tungalar olduraqlaşqan rayonğa kengaytgan. Bu arqa görünüşdə musulmonlarga təvə restoranlarning viviskisidagi arabcha xatlar va mahsulotlardagi halol belgisi cheklangan. Shundaqla masjidlar vayron qilinishga boshlagan. Baş ştabi İtaliyaga joylashgan Zimiston tor bekitidagi uchurlarga qaraganda 7-ayning 22-kungi kuni Xitoy doiralari Yunnan o'lkasining Shadian shahriga joylashgan Tungalarning Makkasi deb atiladigan tarixiy cho'ng masjidni chaqmoqchi bo'lgan. Egilinishcha bu qadimiy masjidning qurilishi 1684-yilda tamomlangan bo'lib, doirlar uning sirtqi ko'rinishini xitoycha uslubga o'zgartirishga boshlagan. Uchurlarga qaraganda tarixiy masjidning islomiy uslubdagi gumbaz va munarlari bilan o'zgacha islom naqshlari vayron qilinib, xitoycha uslubga o'zgartirilgan. Amerikada garchi Uyg'ur kishilik huquq qonuni va Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni ma'qullanib ijro qilishga boshlagan bo'lsa-mu, lekin kutgan unumi ko'rilmaganligi uchun Amerika Davlat Majlisi a'zolari Jennifer Waxton bilan Carlos Jimenez boshchiligida tuzilgan Uyg'ur majburiy emgaki mahsulotlarini fosh qilish qonuni rasmiy tanishtirilgan. Bu qonun Uyg'ur majburiy emgak kuchining ishlatilishiga qarshi turish va yer shari ta'minlash zanjirini qo'g'dashni maqsad qilgan. Qonun ochiq-oshkora va mas'uliyatchanlikni ta'kidlash orqali shirkatlarni ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgakining bor yo'qligini tekshirishga va oshkorlashga chaqirgan. Algeriya prezidenti Abdulmajid Tebbunning 17-iyuldan 21-iyulgacha qilgan Xitoy ziyorati siyosiy va bexatarlik sohasidagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, iqtisodiy munosabatni yaxshilab, ikki davlat munosabatini cho'nqurlashtirish va Algeriyaning kesak oltin davlatlariga a'zo bo'lish masalasini yangidan kun tartibga keltirishga turtki bo'lgan. Egilinishcha prezident Tebbun 2019-yil vazifaga o'tirgandan buyon tunji qatam Beijing qilgan ziyoratida Xi Jinping bilan 19 kelishim va tushunish eslatmasi imzolagan. Amerika Davlatlik axborot idorasi tarafidan e'lon qilingan va maxfiy emas deb yozilgan bir hujjatda Xitoyning Rossiyani Ukraina urushida harbiy texnik yordami bilan ta'minlaganligi va Rossiyaning G'arbning jazosidan qaytishiga yordam berganligi o'tirg'a qo'yilgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, bu dokladni Amerika Avam palatasi axborot komiteti oshkorlagan. Dokladda Xitoy va mudofaa shirkatlari embargoga uchirgan Rossiya hukumat egidorchiligidagi mudofaa shirkatlariga yo'l boshlash uskunalari, signal buzish texnikasi va kurashchi aeroplan zapchastlarini avatgan deyilgan. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, G7 davlatlarining Ukraina-Rossiya urushi sababidan Rossiyaga qaratgan jazosiga asosan Yaponiya mashina eksport qilishni cheklash doirasini kengaytgan. Bu cheklama yangi va nemkesh benzin va dizel mashinalari bilan birga motor silindr sig'imi 1900 kub santimetrga yetilgan mashinalar, shundoqla elektr va aralash motorli mashinalarni o'z ichiga oladigan. Yaponiyaning iqtisod, savdo va sanoat ministri Nishimura Yasutoshi jazoning xalqaro jamiyat bilan hamkorlashib qat'iy ijro qilinadiganligini bayon qildi. Rossiya prezidenti Putin Ukraina krizini hal qilish uchun suhbat berish kerakligini, lekin buning to'sqinlikka uchraganligini bayon qilib mundaq dedi. To'qinish Amerika va Shimoliy Atlantik Ahdid Tashkilotining Rossiyaning bexatarligiga tahdid paydo qilganligini asos qildi. Ular Rossiyani o'z ichiga olgan hamma odam uchun barobar bexatarlik masalasida suhbatlashishni rad qildi. Ukraina hokimiyati suhbatlashishni rad qildi.